Ko'pchilik aytadigan fikr oxirgi paytlarda yangrab qoldi. Sun'iy intellekt kirib kelishi natijasida buxgalterlik ish qolmaydi endi. Degan gap va bu gap boshqa ko'plab yo'nalishlarga ham aytilyapti. Sun'iy intellekt qaysidir ma'noda bizani nima desam ekan, hayotimizni o'zgartirib yubordi. Ochiq aytaman, men ham sun'iy intellektni o'sha ChatGPT'ni juda ko'p ishlataman, lekin bir narsani aniq qilib olishimiz kerak, sun'iy intellektni qanaqa maqsadda ishlatish ham bu katta ahamiyatga ega. Misol uchun, aytaylik talabalarga kurs ishib beradigan bo'lsak va aytaylik talaba faqat sun'iy intellektda nima bersa o'shani bizga topshiradigan bo'lsa, bunaqasi ketmaydi. Masalan, biz talabalarga aytamiz, sun'iy intellektni ishlating bu. Masalan, ayrim qiyin masalalar kelganda sun'iy intellekt yordamida iloji boricha tushunishga harakat qiling. Tushunmasangiz, masalan, biz bormiz. Endi bu sohaga keladigan bo'lsak ham, sun'iy intellektdan biz faqatgina o'sha samaradorlikni oshirish maqsadida ishlatishimiz mumkin. Ya'niki 100% bu yerda sun'iy intellektga qarab qolishimiz kerak emas.